Mazza qilib ovqatlanayotgan paytimda bir payt xo'jayinim kirib kelsalar bormi? Yana ovqatlanmoqsanmi? Non bilan yana. Bunaqa semirib ketasanmi вообще? Yuruvchi taroziga necha kilo chiqarkansan? Ana senga dedim-da, bir taroziga chiqib, bitta kiloyimni o'lchasam, shunaqa ham semirasanmi? Zuhra dedim o'zimga o'zim. Bayvo. Mana onasi qarasanga eneldan ichib oladigan narsalar olib keldim. Mana shularni ichasan, olasan. Bo'ldi, bugundan ovqat yo'q. Enel bu ximikatsiz tabiiy ozdiradigan ozuqa hisoblanadi. Ertalab uyg'ongandan so'ng dry infektini ichishni boshlayman. Dry infekt nima uchun ichiladi? Organizmdagi ortiqcha shishlardan va suvlardan xalos bo'lish uchun. Ovqatni o'rniga esa tabiiy shunaqa kokteyllardan ichasiz. Bu kokteyl bemalol ovqatni o'rnini bosadi, chunki ichida 20 xil vitaminga ega bo'ladi.